Gulmiraxon opamizni davramiz markaziga chorlab qolamiz. Gulmiraxon opa, tabrikimiz muborak bo'lsin. Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Quvonchli onlaringiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Bugungi quvonch kunimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, hammalari xush kelibsiz. Bugun Gulmira opamizni tavallud ayyomlari bilan, shukrona kunlari bilan tabriklab keldik. Bahodir akamiz nomidan, Chechangiz Zumrat opalarimiz nomidan, qolaversa Baxtiyor otangiz nomidan, Chechangiz Nilufar opalarimiz nomidan sizni quvonchli kuningizda tabriklab, qutlab keldik. Barcha yaqinlaringiz baxtiga, oila a'zolaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib, quvonib shodlanib birgasiz doimo. Qalbingiz hayotbaxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom baxt omad. Quvonchli onlaringiz muborak bo'lsin. Allohning sevimli bandasi bo'ling. Baxt va omad tilab yuzlarga kiring. Dunyolar saodati sizga bir tilak. Tavallud ayyomingiz, quvonchli onlaringiz Gulmira opa yana bir bora muborak bo'lsin. Tabrikimiz barcha farzandlaringiz, yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat yonda quvonib shodlanib birgasiz doimo. Bugun mana Gulmira opamizni quvonchli kunlariga, tavallud ayyomlariga, tug'ilgan kunlariga juda ko'p yaqinlari tashrif buyurganlar, yaxshi tilaklarni, dil tabriklarini tashrif buyurgan mehmonlardan eshitsak endi. Marhamat. Her maaşıyla yaxşı günler geçirsiniz. Yaşlarınız olur. Babalarınızın yanında oynayıp yürüyorum. Sizlere çemberimden soğuyorum. Söz nöbeti azat. Eminler. Geldin mi?
Aytan'ın kadını da böyle mi? Turnu o'tkazib Tebrikler yapsın ayaklarınızı bakalım. Just bir kadın. Oğlum basın. Jaslar jas qo'shilsin. Turkistonning kuyi bilan birinki. Ten qatayisib. Bola shaman urdi shurdi bo'lsin. Balaning rohatini ko'rsin. Masalan, sen. Ya'ni baxtli bo'lsin. Ben bir soğuk olsa ben olur. Ümit kaysını söyleyip etmesek? Arkasını istiyorsun. Özüm sana alamıyorum ki. Yıkılayım ben yeteğiz. Ahray. Göz demez mi? Baxtlı oldum bir ömür. Mesela Gülsümat'ta o kızdan aldılar. Ben 100 жасарға, 1000 жасарға жетіп, екеуміз бірдей теңдей қартайып қызға көрмейсіз. Не болса да осы шарыққа, қуанышқа, бақытқа, мощный көңілге жиналса екенбіз, туған туысқандармен. Құдай бақытты болың бәріміз. Hürmetçe tebrikmen bize şarkı. Ау, ой, қатыша. Tebrikimiz. Қатыша. Günlere yüzde bir bilsen. Şemretin kardeş. Dinamizimiz kabirimiz. Ben şu öpümden tek kardeşi biz yaşlarda çıkarsam Allah'ın rahatını kurgaysan. Gülmira tebrikler tebrikler Naim Selmay'ın en kardeşi Kızlarınızdan, kızlarınızdan rahatını ko'rib, quvonich ko'rib hem bu shunday dasturxonlari shunday to'kin sachin bo'lay Xudoyim. Hem bu quvonchli kunlar ko'p bo'lay. Bizni qurban söyleyecek ana. Söyle. Ata diyeceğim bu. Bo'ldi, rahmat. Ata diyeceğim bu. Belki özüm söyleyeyim. Tebriklerimiz sana. Umarlarından cemiyetin kardeşi bağlarının evinde sunmak kılıp elini alıp bir oturumda cemiyetin kardeşi ben muhakkak yamakınız bulmak tebriklerimiz Maaş yapmak ayıttın mı? Bilmedim ayıttın mı soğuk? Sevgimiz Susanbay, birbirlerine kolayım. Ularının bir genyesini yaşayıp, sağ salamet bulup, bağlansa yanında, sağ salamet ülkesi, kandaşlı bollanında. Sağ olun, baktlı olun. Ha söyle. Tamam, bir Arda. Söyle. Söyle. Dayı. Çiçeğe. Çiçek.
Rahmat, katta rahmat. Yaxshi tilaklaringizga qo'shilamiz. Bima, Husayn akam bilan teng qatnashib yurgansizlar. Ul qizingizning hayotini ko'ring. Rahmat, katta rahmat. Endi Gulnur opamizni tabriklash uchun turmush o'rtoqlariga izlanamiz. Husayn aka muborak bo'lsin, marhamat. Bugün sen memnunsun rahmet. Geldiğiniz için tebrikler. Xudoyim bergan yaxshi yashab, sog' salomat bo'lib yuraversin. Söyle. Tebriklerim anne. Nega nega? Meni tug'ilgan kunlarimni tabriklayman. Rohatlarini ko'rib, opamning oldinda sog' yuravergansizlar. Qo'shqanim bilan qo'shaman. Hamma shu uyga yaxshi kunlarga kelsin. Opam bilan dadamning nomidan tabriklayman. Katta rahmat, quvonch kunlari, baxtli kunlar muborak bo'lsin. Endi so'z oxirida so'z navbatini Gulnur opamizga beramiz. Tabriklab yuborgan barcha yaqinlariga, jigarlariga, qolaversa oila a'zolariga bo'lgan barcha qarindoshlarga bo'lgan tashakkurlarni, rahmatlarni aytib qolishlari mumkin. Silab kelganingiz uchun hamma tilaklarni so'zlashgadan yo'ldosh bo'laversin Xudoyim. Chechaklargadan Bahodir og'am, Baxtiyor otamdan hammasiga rahmat. Silab surpriz bergan rahmat degan hammasiga. Rahmat.